Bu yozgi transfer oynasida futbolchilardan ko'ra murabbiylar bozor bilan farqli qolishi mumkin. Sababi Yevropaning deyarli barcha grand jamoalari yangi davr boshlab berish uchun murabbiy izlash bilan ovora. Eng katta shov-shuvlardan biri transfer oynasi ochilmasdanoq sodir bo'ldi. Chelsea jamoasi Xabi Alonsoni o'zining yangi murabbiyi deb e'lon qildi. Manchester United esa jamoa DNKsini qaytaradi degan umid bilan Michael Carrickni jamoada olib qolishga qaror qildi. Manchester City taraflarida esa mavsum yakunida Pep Guardiola jamoani tark etadi degan mish-mishlar yuribdi. Uning o'rniga esa Enzo Maresca asosiy nomzod. Real Madrid esa Jose Mourinho bilan aloqalarini qayta tikladi. Ayrim manbalarga ko'ra, kelishuv allaqachon pishib bo'lgan. Atletico Madrid esa yana bir omadsiz mavsumdan so'ng Diego Simeone davrini yakunlash haqida o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Neapol taraflarida esa Antonio Conte Napoli bilan xayrlashdi degan xabarlar uchgan. Jahon chempionatidan so'ng Scaloni, Deschamps, Pochettino va Nagelsmann kabi nomlar klub futboliga qaytishi mumkin. Yurgen Klopp anchadan beri ishsiz, katta loyiha bo'lsa qaytishga tayyor. Fabregas darajasi esa Como darajasidan allaqachon o'tib ketib bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, futbol yangi davr oldi turibdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.